yer topaman desam, deydi birovni efiriga borib, endi yer topaman desam, onangiz sizga yerlarni yo'q qilyapti asta-asta, meni yomonlab hamma. Meni yerim bo'lmaydi aka. WhatsAppda gaplashib yotsammikan? Mazaq. Video vizitdan bolalar bilan qani bo'lardi? Bolalar hammangni video vizitga qo'shib qo'yib, Telegram kanal ochib, shu Telegram kanaldan gaplashib o'tirsak bo'lmaydimi? Seksualni gaplarni. Begonalarni qo'shmaymiz. Donator qizlar bilan qizlar bilan donatorlarni qo'shaman-da. Telegramim bor. Prosta hozir ochsam sizlar gumburlab ketasizlar-da. Vatandoshlar ham bor, endi yerga bo'lmaydi, oilaliklar bor. Shuncha qilmayman-da. Yerni oyog'iga bolta urishyaptimi? Qaysi yerda? Yerim yo'q-ku aka, mani hali. Yo, yerim bo'lganda ham qo'tog'ini yeya olmaydi aka hech kim. Qo'tog'imizni yeya olmaydi aka, yerim bo'lganda ham. Men yerimga men kimligimni bilib, sevib, gaplashib tegaman-da u bolaga. O'taq deydimi? Birovni gapini bilan yurayotgan zamonmi aka? Bu yerda birovni xotinini sikib yotibdi. Meni yerim bo'lmasa, men birov tagiga yotib bir nima qilmayotgan bo'lsam, bir-birini ko'tiga sikib yuribdi bu yerda ham. Aka, agar aytaman desam gap ko'p. Bu yerda ham masalan dafiga mening nima tanishim bordi oldindan. Uni xotini birov bilan qochib ketgan boshqa shtatga. Qiz bolaga uylandi. 5 yil yurib, 5-6 yil yurib qiz bola oldi. Bu yerda onasini yemsin, uyda yashayotgan xotinini sikib qo'yyapti bolalar aldab. Narsa olib berib, pul berib. Meni yerim bo'lmasa, meni o'tmishim nima qiziq u erkakka, menga uylanayotgan odamga. Meni kelajagim qiziq bo'lsin. Men u bolani shunaqa sevib, hurmat qilib, ardoqlab, jonim, uti сделаем qilsam, Amerika, bu yerda u O'zbekiston metoti yo'q, haligi O'zbekistonda bunday bo'lgan, bu yerda yashayveradi. Siz o'ylamang, sen kim bo'lgansan, nima bo'lsa, po'xoy bu yerdagilarga, hozirgisi qiziq. Masalan, men o'zim ham oldin nashavand bo'lganman, alkash bo'lganman, sigaret chekkanman, menga po'xoy. Mendan keyin yaxshi inson bo'lsin, bo'ldi. Meni qo'limda yaxshi inson bo'lsin, bo'ldi. Onasi jalabmi, singlisi jalabmi, o'zi jalab xonada tug'ilganmi, jalab bo'lganmi, paparozi bo'lgan, menga po'xoy. Meni qo'limda yaxshi inson bo'lsin, bo'ldi. Men shunday o'ylayman. U yashayotgan odam bu umrligi nima desam bo'ladi? Ostanovkada sasigan xonim yeb o'tasiz, aka, bir umr. O'zingizni mana bunaqa o'tmichga bog'lab qo'yib, bunaqaydi, unaqaydi, balada tugi. Unaqa narsa bilan yashasangiz, bir umr o'sha yolg'iz, tanho ostanovkada sasigan baliqni yeb o'tasiz. Kelajakka qarash kerak. Qamalib chiqqan bo'lsa ham menga po'xoy. Mana qamalgan, bunday bo'lgan, palon bo'lgan, tugim bo'lgan desa ham men tegaman. Po'xoy menga chunki. Nima qildi? Mendan keyin yaxshi inson bo'lsin. Men bilan yashayotganda yaxshi inson bo'lsin. Tamom. To'g'risi-da. Nima bo'lyapti? Menga aytyapti-da, er topyapsiz, erlaringizni yo'q qilyaptimi bolalar deyapti. Men erlarimni yo'q qila olmaydi hech kim aka. Men bitta balani ishlasam, jonimni, jahonimni, yuragimni, hayotimni, umrimni beraman aka. TikTokimni beraman. Telefonimni beraman, erimni nomerida yuraman. Любой sharoitda beraman. Men xiyonat qilmayman u bolaga. Chunki nimaga? Menga kerak emas. Nimaga? O'sha odam yetadi. Issig'imga ham, sovug'imga ham, yaxshimga ham, yomonimga ham.
bo'lsa bo'ldi. Men nima sizga 20 yashar qizchamanmi yo 16 yashar qo'toqqa to'ymayotgan qo'toq bir maxluqmanmi? Voy uni qo'tog'idan buni qo'tog'iga, buni qo'tog'idan meni o'zi 20 yil, 30 yil yaxshi yashaymanmi, yo'qmi? Mazza qilib yashayman o'sha erkak bilan. Menga o'zi nima kerak mana? Mana shu uyga televizor kerak bitta katta. Mana menga shirinliklarimni olib kelib bersin, xolodilligimni to'ldirib bersin. Men ko'timni ko'tarib, kinoni qo'yib, sevgilim bilan yerim bo'lmasa hamda, yigitim bo'lsa ham, "Jonim, meva yeymizmi?" Ha, bor to'g'irlab kel desa, "Bo'pti" deb shuna bor mevani olib kelib, "Energetik ichasizmi?" "Yo'q, ichmayman." "Nima ichasiz?" "Issiq choy qo'y shirinlik bilan" desa, borasizlar issiq choyni qo'yib, shirinlikni olib kelib, kinoni ko'rib, bo'lganda 1-2, bo'lmaganda 2-1 qilib yotib mana qorda, qor yog'ib yotibdi. Bu yoqda svetni o'chirib, lyuxkigina mana unaqa sudralib olsak, o'shandan svetchasi ozgina o'ynab tursa, televizorni qo'yib, gaplashib, mazza qilib yotayotgan paytim meni. Menga nima kerak bu yerga? Takoy bola bo'lsin, unaqa bo'lmasin, bunaqa bo'lsin deb o'tirayotgan. Keyin mazza qilib dam olganimizdan keyin, bayramdan keyin "Jonim ishga chiqamizmi?" desa, "Ha." Ana trakingni mo'yka qilib keldi bolalar. Chista bo'lib kelgan bor. Narsalaringni to'g'irla desam, men ham narsalarimni to'g'irlab bersam, yigitimnikini to'g'irlab bersam, ovqatlarni pishirib olsak, shirin ovqatlarni chiqib ketsak, 15 kunda bir kelsak, bir-birimizni sog'inib, telefon qilsam, men trakda ketsam, men o'ynab ketaveraman jirtillab. Voy, hech qachon zerikmaydi meni yigitim bo'lgan odam. Hech qachon zeriktirmayman. Men unaqa zeriktirayotgan ayol emasman chunki. O'ynab, kulib, telefonda gaplashib, "Jonim, uchi-muchi" deb arazlab, rashk qilib, qizg'onib, "Voy, qilgasan telefoningni nimaga ko'tarmayapsan?" desa, "Voy, cho'milishga kiruvdim, nimaga ko'tarmaysan?" deb. Keyin 15 kundan keyin Trakstopga shunday kelsa, mendan birinchi kelsa, mani kutib olsa, "Yaxshi keldingmi asalim, yaxshimisan?" "Yaxshiman, sumkalaringni ber" desa, trakdan ko'tarib olib tushib, trak parkingda bo'yniga olsalar, "Voy! Bugun ovqat qilmaysan, faqat yotasan, cho'milasan, yeysan, ichasan, yotasan. Ovqatlarni zakaz qilganman" desa, dushni ichiga shunaqa suvni to'ldirib, jakuzini ichida yotib, voy, men yigitimni cho'miltirib, "Siz qachon keldingiz?" desa, "Men ham hozir sendan 3 soat oldin keldim." "Cho'milmadingizmi?" desam, "Seni kutib o'tiribmanman" desa. Vannaga tiqib, boyagi katta odamni cho'miltirib, yuvintirib, ovqatni yeb yotsak ikkovimiz bunday qilib, mana shu yerga bo'lsa mana. Meni qornimiz to'q-ku. Endi boyagi seriallar o'tib ketganda, undan keyin mana. Bu kino yaxshi emas ekan, boshqasini qo'y. Ruslanmi, Rasulmi menga poq qo'y. Nima boshi bo'ldi. Suv kepman. Yotaman opa. Всё хорошо, потом поговорите это. Тоже меня упальчика. Apa nima deyapti? O'z gazini man bor, ha? Ha, bilmagan ekanman. Voy. 65 ta odamga поделиться bo'pti. Фураманасmi? Да, конечно. Men furamanaman. Erkakda ishini qilaman. Erkaklar mani ishimni qilib yuribdi. Fitqi fasod, g'iybat.
la 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 deb yuribdi. Men ularni ishini qilib yuribman onangni ko'tiga skelani. Qanaqa bu beshafqat dunyo. Bu dunyo shunaqa beshafqat. Men o'latda sikar, eshak sikar haromlarni ishini qilib yuribman. Ular men ishimni qilib yuribdi ig'vo. Dunyoga aylandi bu dunyo. O'zbekiston vaqti necha? Bizga soat 5:30 bo'ldi. Bu opa mujik bitta ikkita erkakdan ziyod to'g'ri. Ular mani ishimni qilib yuribdi ana ayollar o'tirib, voy shuni qizi bunday bo'pti, shuni ayoli bunday qilayotgan bo'lib yuribdi-da. Men ularni ishini qilib yuribman bega. Ularni haligisini nima edi? Anosini ko'tarib yuribman-da, g'ururini, orini. Ular onangni ko'tiga sizga bilan birov efirga borib qilib yuribdi. Og'ziga bermaganimga. Bechorani. Ay mayli. Rahmat. Borliklaringga shukr. Qo'layman asalarim. Alloh panohida bo'linglar. Kimnidir dilini og'ritib, qattiq gapirib, so'kinib, yomon gapirgan bo'lsam, onasidan so'kkan bo'lsam, to'g'ri qilganman. Bundan battar qilaman, ko'tlaringga sikaman. Kimnidir menga yaxshi gapirib, yuragimga dalda bu padishga, ruhan, ma'nan, podelitsiya, laykdan, podpiskadan men yonimda bo'lganlaring uchun sizlarga Allohning mukofoti bo'lsin. Hech qachon g'am ko'rmanglar. Hech qachon dard ko'rmanglar. Mujik bo'lib tug'ilinglarmi, mujik bo'lib qolinglar. Bir marta tug'ilasizlar bu dunyoga. Niyatlaringga yetishinglar, ilohim. Allohdan shuni so'rayman. Yaxshi inson bo'linglar. Yaxshi inson yaxshiligi bilan qoladi. Yomon inson mana bu yurakka yomonligi bilan qolib ketadi. Shuning uchun sizlarga kimdir tegsa, ko'tiga sikinglar. O'tirmanglar. Bu dunyoga ayasang, dushmanni ayasang, inangni sikar dadangga dars bo'ladi deydi. Shuning uchun dushmanni ayamanglar. Kep sudrab, yanchib, inasini ko'tiga sikib tashanglar. Chunki kimga yaxshi gapirib ha desang, ana uni otini andishani otini qo'rqoq qo'yadi. Onangni ko'tiga sikib pashmaydi ballar. Andishani otini qo'rqoq qo'yadi. Shuning uchun ko'tiga sikishni o'rganinglar, tamom. Tegayaptimi ko'tiga sik. Dersa bo'lmaydi. Hurmat qilganni mana eringga ko'tar, hurmat qilmaganni og'ziga siyib, o'sirib, chichib, og'ziga berib tashanglar. Shuning uchun ashul nahvoy deb yashaylar bu dunyoga. Men ketdim. Sizlarga oq yo'l, sizlarga sog'lik, salomatlik, niyatlaringga yetinglar iloyim. Qo'l ochib duo qilib, padishka qilib o'tirganlaring, pastiyanni o'sha eng yaxshi narsalarni ko'ringlar. Yomon narsa qo'llaringga kelmasin. Eng zo'rlari. Tog' bo'ylaman ketdim, bitta cho'milaman, vannaga yotaman deb bitta uxlayman. To'yib uxlayman. Keyin tengi bilan, tezak qopi bilan, tengimiz bilan mayda-mayda o'ynasak o'ynaymiz, o'ynamasak men shega sizlar bilan gaplashib o'tirganim bu menga katta baxt. Men tirikchiligim shu terakda yurib, gap. O'sha men po'qimni chaynaganlar bilan men o'shaligi qila olmayman-da. Men ko'tarmaydi-da o'sha. Men o'sha ularning dadasi bilan bir xil sostoyanidaman-da hozir shuning uchun odamlarimiz Allohning nazaridan qolmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo. Ishlayapti akajon. O'ylayman. Zing'irlatib ishlab yotibdi. Zit ishlayapti. Lekin ishlayapti. O'ylayman. Hamma uchib ketadi. Hammamiz bo'lib ketasizlar, o'ylamanglar. Men tirik ekanman, hammasi joyiga tushib ketadi. Bundan yaxshi kunlarni, bundan zo'r kunlarni Xudoyim menga ko'rsataveradi. O'ynayib ketdi. Pipiki mamaki.
Let me try to do something real quick.